Videodagi erkak kishi ayol kishi bilan mehmonxonaga kirib kelmoqda. Ular birgalikda liftda ko'tarilib, birgalikda mehmonxonaning xonasiga kirishmoqda. Xo'sh, buni nimasi g'alati deyishingiz mumkin. G'alatiligi shundaki, erkak kishi ertasiga mehmonxonadan bir o'zi chiqib ketmoqda. Ahamiyat bersangiz, uning atrofida hech kim yo'q, lekin u o'zi bilan og'ir sumkani olib olgan. U mehmonxonaga kalitni topshirib, bemalol chiqib ketgan. Faqatgina orada anchagina vaqt o'tgandan keyin yo'qolgan ayol kishining uydagilari uni qidirayotgandan keyin video kuzatuv kameralari ko'tarilgan va kuzatilgan. Har ikkala videoda ham ma'lum bo'lishicha, ayol kishi hech qayerga yo'qolmagan, bu yerda jinoyat sodir bo'lgan. Har ikkala ayol ham ular birgalikda mehmonxonaga kelgan erkaklar tomonidan o'ldirilgan va qora sumkaga solinib, olib chiqib ketilgan. Afsuski, AQSh, Yevropa va ko'pgina boshqa mamlakatlarda mehmonxonaga 2 kishi kelib xona oladigan bo'lsa va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin faqatgina bitta kishi chiqib ketadigan bo'lsa, uni sherigi yo'q bo'lsa, mehmonxona xodimlari "Sherigingiz qayerda, nima sababdan ular chiqmadi?" deb savol berishmaydi. Chunki bu shaxsiy hayot daxlsizligi bilan bog'liq bo'lganligi uchun mehmonxona xodimlari ortiqcha tekshiruv va savollarni berib o'tirishmaydi. Chet el mehmonxonalarida mehmonxona xodimlari faqatgina xonadan yordam ovozi, baqir-chaqir yoki shovqin eshitilayotgan bo'lsagina aralashishi mumkin. Eng qizig'i, bu videodagi ikkala erkak ham bu ayollarga begona odam bo'lmagan. Xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida doimo yaqinlaringizga yoki uydagilaringizga siz qaysi mehmonxonaga va soat nechida kirganligingizni va qachon chiqib ketayotganligingizni xabar sifatida yetkazib qo'yishni unutmang. Videoni qo'yishdan maqsad bunday hodisalarni oldini olish va har bir inson o'zini xavfsizligiga birozda e'tiborli bo'lish maqsadida qo'yilgan. Kanalimga obuna bo'ling. Bizning kanal bilan siz yanada xavfsiz bo'lasiz.